To'rxona pastki qavatdan xonalar alohida uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun sizlar bilan Chilonzor tumani 24-kvartalda joylashgan to'rxonali ikkinchi qavatda joylashgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringizlarni eshigidan kirib kelish va koridorimiz bo'ladi. Xonalarimiz alohida joylashgan. Bu yerda mehmonxona qismi ko'rib turganlaringdek kataloglarimiz natijali katalog qilingan konditsionerlar, yumshoq mebellari, televizorlari. Uyimiz egalari tomonidan aytilishicha, uyimizda remontiga $25,000 sarflangan. Bu yerda ikkinchi xonamiz yotoqxona, zalimiz bilan bir xil kattalik kenglikda bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek, uyimiz 5 qavatli binoni ikkinchi qavatda joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 85 metr kvadratdan iborat. Bu yerda 3-xonamiz bo'lyapti. Общий hisobda bolalar xonasi, o'zini kompyuter stollari dars qilish uchun romlar alishgan, yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi. Uyimizda ikkita balkon bo'ladi. Bu yerda birinchi balkonimiz 1,5 inch bo'lgan balkonga shkaf qismlari joylashtirilgan. Spalnilarda ham alohida did bilan sifat va rang uyg'unligiga alohida e'tibor bilan ta'mirlangan. Uyimiz egalari tomonidan ko'rib turganlaringdek, gilamli eshikda ham отпечаткalik yaxshisidan qo'yilgan. Mini prokoshkamiz, yo'lagidan esa oshxonamiz o'tiladi va u yerda razdельный sanuzelimiz keladi. Bu yerda esa oshxonamizni o'rnini balkonga ochib yuborib, 2x6 bo'lgan balkonimizga oshxonamizni ko'rib turganlaringdek kerakli barcha mebel va texnika yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Холодильникlarimizni ham kullari boridan. Uyimizda sifir muammo bo'lmaydi. Отопление o'chganda ham sifirga aristonlar qo'yilgan. 2x6 bo'lgan balkonimiz ko'rib turganlaringga bu yerda bemalol o'tirib ovqatlanish uchun stol-stullar qo'yib qo'ysalaring bo'ladi. Ushbu uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor 24-kvartal Vatan to'yxonasining orqasida joylashgan ikkinchi qavatdagi ushbu g'ishli uyimizni egalari $115,000 narxlashmoqda. Sunnatiga ozgina o'tib beriladi. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.